Aziz yurtdoshlar, inson qadrini ulug'lashga qaratilgan islohotlar yo'lidagi eng katta g'ov bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashga butun jamiyatimizning salohiyati safarbar etilmoqda. Siz ham O'zbekiston ravnaqi, xalqimiz farovonligi uchun biz bilan birga bu kurashning oldingi saflarida bo'ling. O'simliklar karantini va himoyasi sohasida korrupsiya illatiga duch kelsangiz, shuningdek, uni yo'qotishga oid mulohazalaringiz bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi O'simliklar karantini va himoyasi agentligining 1288 VK raqami 71 202 64 64 ishonch telefoni yoki Uzdav karantin antikor bot Telegram bot orqali ma'lum qiling. Murojaatingiz tezkorlik bilan ko'rib chiqiladi. Unga qonuniy munosabat bildiriladi. Sizning xavfsizligingiz esa to'liq kafolatlanadi. Jamiyatimizni korrupsiyadan birgalikda xalos etaylik.